qaysi mahallada yana bunaqa vibe bor? Mana buni qaranglar. Navruz muborak. Shariklarni hozir o'zimizni qo'llarimiz bilan ilib olamiz. Naryoqda halimlar pishyapti. Ertaga mana shu mahallada yoraman halim payti bo'ladi. Bizlar mahallada bu narsa urf-odat, yaqinroq kelinglar, hozir masalaga zo'rlasam qo'shib. Samovarda choylarni damlaymiz, dadchilar. Hamitda xudo xohlasa vaqt kimlar o'tiradi? Erkaklar, ayollar. Mana erkaklarga joy qilinyapti, mahallada faollari, aktivistlar. Kamila Porokpedimich mana shariklarni ilishyapti, cho'tki qilib. Hozir lekin eng asosiyini hozir dash ko'rsataman sizlarga. Nariyoq yuringlar. Xudoda mana Mametda hozir erkaklar o'tdi, ayollar Mametda o'tiradi. Joy qilamiz, takoy summalarni qo'yamiz. Kechagi tug'ilgan kunimdagi summali. Lekin bu hammasi emas. Eng asosiysi mana Mametda. Daryodachi takoy ayollarni ishlatishyapti-da, Mametda o'tirib olib, uyatmasdan ta'minlab qo'yishyaptilar. Sizlar mazza qilib o'tiribsiz. Mahallani paxallari olib o'tirishdi. U ham mayli, hammasi bas. Bu halim. O'ziga kinoteatrligi bor, ko'rsam ko'chada qayerda bor bunaqa vibe, qaysi mahalla? Mana Halab. Xudo xolasa ertaga eng zo'r halimga boramiz, amakam qo'llaridan soat 11 da Sho'rtepa 3-tor 28 kelaverasizlar, halimni yeb ketaverasizlar. Qaysi mahallada bor bunaqa vibe? Faqat bizani mahallada.